Ha? Tushundingmi? Unaqa gaplashma. Unaqa gaplashma. Ko'tingga sanqasan. Yo'q, aqling yetmaydi. Spokojno aytadi. Aqling yetmaydi. Akalaringdan yordam beraman. Keyin formal akalaring yordam beradi senga. Senga hech kim yordam berolmaydi. Bir ikkita hozir menga Alloh yordam beradi. Men senga aytaman. Alloh yordam beradi. Senga o'xshash yaxshi bir yetkazib ham qo'ya olaman. Alloh yetkazib ham qo'ya olaman. yo'q. Qani aqlingga emas. Senga. Mani qo'limga. Seni qo'lingga. Sendan keyin jalla. Chalablamasdan gapir. Desang, butun umr jalla tarbiyani qarang. Hayvon bo'lib yotibsan, desang. Oldin Malibuni bu hurmati bor, madaniyatli odamlar haydab yurardi nisbatan. Uncha odam haydamasdi. Qachondan beri men og'ilxonadan qochgan mollar haydashni boshlagan bilmadim. Molga o'xshab strechniga chiqib yotdi-da, yana aqling yetmaydi, u yoq bu yoq ko'rsatib qo'yaman deydi. Undan ham o'tib tushgan tomoni eshitdinglar, Allohga ham ko'rsatib qo'yar ekan. Kim bu o'zi bu? Kim bu? Allohga ko'rsatib qo'yadigan. Qoyil ekan. Qoyil. O'zbekistonda shunaqa odamlar bormi? Bilmagan ekanman. Aytgandek, nomerini yozib olinglar. 01 S 505 SB. Kommentda belgilab ketinglar. Press qahramon, Elnur aka xodimlarni belgilab ketinglar. Men hozir qonun hammaga teng deganim bilan bu gaplarim ertak namoda eshitilishi mumkin. Lekin bizning davlat ayni shu qonunchilikka asoslangan holda faoliyatini boshlagan va davom ettirayotgan ekan. Bular balandparvoz gaplar bo'lib qolmasligi uchun ham biz harakat qilishimiz kerak. Har bir fuqaro mas'uliyatli yondashishi kerak. Agarda ko'chada odam sifat mollar ko'payib ketgan bo'lsa, o'zining madaniyatini shunaqa qilib ko'rsatayotgan bo'lsa, biz ham ularga o'zini joyini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Bular uchun albatta qonun bor. Bular uchun albatta qonun ishlaydi. Faqatgina biz bu haqda ko'proq gapirishimiz kerak va kerakli joyga albatta xabarni yetkazishimiz kerak. O'shandagina buni xohlasin million dollar puli bo'lsin, o'zini, yaqinlarini, kimnidirini yelkasida qanaqadir ham yulduzchalar bo'lishidan qat'iy nazar, albatta jazoga tortilishga mahkum bo'lib qoladi. Boshqa iloji qolmaydi. Belgilaydi.